kilolik. Chiqargan natijasi. Mana bo'ron o'ynasam, buni. Mana 10 holatdagisi. Mana o'sha. Mana. Hop. Mana bo'linib ham ketmadi. Mana bemalol sevib bersa bo'laveradi molga. Bu endi mana farqi. Bu main holatdagisi, mana bu tagidagisi mana yorma holatdagisi. 4 lik setka, 1,5 lik setka. Mana farqi o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Altemur zavodini, Altemur ishlab chiqaruvchilarini uzoq va yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar. Mana bugun Altemur zavodimizdan yana bir obzor qilib beramiz, video obzor. Bunimiz 380 apparatimiz obzorni qilib beramiz. Bunga yaqindan Temurbek ukamiz yordam beradi. Assalomu alaykum. Altemur zavodining hurmatli kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Xudo xolasa, bugungi videomizda sizlarga mana shu 11 kW 3000 оборот bo'lgan polvon drabelkamizni to'liq obzorlarini qilib beramiz. Xudo xolasa, videolarimizni boshlaymiz. Bir boshdan tushuntirishdi. Bu yoqda mana 7,5 kWlik, 11 kWlik, 15, 18, 22 ham bor buni. 380larimiz 4 kWdan 22 kWgacha to'liq bor. Hozirgi bugungi kunda, hozirgi vaqtda 7,5 kWdan keyin kattasi 11 kWlikni to'liq obzorni qilib beramiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xo'p, endi bu apparatimiz haqida bitta ma'lumot berib o'rasiz. Bu apparatimiz 11 kW 3000 оборот motor bilan jihozlangan. Xo'p, komplektlarda bitta mana bunaqa o't bochkasi va bitta don bochkalari bo'ladi. Don bochkasi bu. Don bochkasi mana shu bo'ladi. Bu don soladigan, don solib turib, don setkani qo'yib chiqariladigan bachoga. Bu oyog'i tiramasi, orqasidagi tiramasi. Komplektda keyin 4 xil setkasi bo'ladi. Albatta, komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. 2 xil donga bo'ladi, 2 xil o'tga bo'ladi. Donga bittasi 1,5 lik, bittasi 4 lik setkalar bo'ladi. Hop, o'tga mana bittasi o'sha eng maydasi, mayda holatda qo'y bopi va o'zidagi katta holatdagi mol bob chiqaradigan setkasi beradi. Endi bunimizni ochilishlarini bitta ko'rsatib beramiz. Qanday ochiladi? Bunimizni bachoylarni almashtirish uchun yoki setkalarni almashtirish uchun mana bu holatda ochiladi. Kurchok, bitta kurchok va mana bu boltga kulich kerak bo'lmaydi. Hech narsa kerak bo'lmaydi. Birdan ochiladi va tortiladi. Bo'ldi. Xuddi shunday mana bunimizni komplektida молотковой va segment bo'ladi. 8 ta molotok. Segmentlari mana bunday qalin, yaxshi segmentlardan bo'ladi. Pastda 12 ta segment, tepada 6 ta, jami 18 ta segment bo'ladi va 8 ta molotkovый bo'ladi. Xudo xolasa mana bular chiroyli, eng sifatli qilib terilgan. Eng sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Bunimizda svarkalari ham mana shu kontachniy kempinda bo'ladi. Buni juda ko'p obunachilarimiz biladi. Bu svarka pishirilgan joydan hech qachon sinmaydi ham, atkaz qilmaydi. Har bir pichog'i, har bir detali o'ylab qilingan. Chunki mana bu detal sinib ketsa mabodo yoki o'tmas bo'lsa, almashtirish kerak bo'lsa, mana boltga kelib bo'shatib turib, hammasini almashtirish mumkin. Hattoki molotkovgacha almashtirish mumkin. Bu joyda misol uchun mana bu apparatimiz bir 2 yil bu tomonga ishladi deylik. Mana 2 yil mana bu tomonga ishlasa, pichoqlari mana bu tomonlari yeyiladi. Mana shu tomonlari yeyilsa, keyinchalik mana bu tugagandan keyin bu tomonga naborotga оборотni o'zgartiriladi. O'shanda mana bu tomonlari yana 2-3 yil yana xizmat qilaveradi bemalol. Bu degani eng kamida mana shu pichoqlar 4 yil, 5 yil xizmat qiladi degan, to'g'rimi? Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Demak, bir 2 yil bu tomonga ishlasa, 2 yildan keyin o'tmas bo'lib qolsa, naborotiga ishlataveradi. 3 ta faza bo'lsa, ikkitasini o'rnini shunday o'zgartiradi, naborotiga aylanadi. Bu mana yana yangi holatda qanday bo'lsa, xuddi o'shanda ishlab beraveradi. Endi hashak chiqarib ko'rsatib beramiz, bekitamiz. Mana bekitish jarayoni. Oldin shuni kirgiziladi. Kiradi. Yana ozgina. Bo'ldi. Bu tomonda bitta kurchak deyiladi. Bu tomonda ikkinchisi bor. Bu ikkinchi kurchak deyiladi. Bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, mana tayyor holatda. Endi bunimizda mana bitta somon press. Somon pressimiz ham 120 ekan.
bitta somon press, bitta yer yong'oq press, bitta mana mosh press. Keyin mana bu tomonda g'o'zapoyamiz ham chiqarib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Endi bunimiz 11 kilovat 3000 оборот, ha? Aha. Xo'p, bunimizni oladigan bo'lsa, olgan klient kabellarini avtomatlar o'zlari oladimi yo komplekt bo'ladimi? Yo'q, ularda biz o'zimiz o'sha Altemir zavod tomonidan beriladi. Mana bunaqa 3 faza shit zashtaragacha qo'shib beramiz. Xo'p, 5 metr kabel shiti bo'ladi. Voltmetr, tok ko'rsatkichlari, bu yerda amper metr bo'ladi. Albatta. Amper metri misol 11 kilovatlik motor bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatkichi 20 amperdan o'tkazilmasdan ishlatish kerak. Undan o'tsa, apparat ham kuyadi. Albatta. Mana avtomat, G3, G5, puskatel, knopka hammasi bilan komplektda jihozlangan. Sifatli. Motorimiz 11 kilovat, 3000 оборот, zavodskiy отмотка. Narxi necha pul endi bunimiz? Xo'p, bu apparatimizni o'sha 11 kilovat, o'sha zavodskiy отмоткani rossiyskiy motor qo'yilgani bo'ladi, 11,5 million so'm chiqadi. Ha, 11 million 500 ming so'm. Rossiyskiy motor, zavodskiy отмотка. Aha. Отмотка qilinmagan, o'ralmagan. O'ralmagan, Endi buni bo'ladi. Medni o'ralmagan zavod bo'ladi. Endi Xitoy motor yangi qo'yib beraman desa, Aha. qanday bo'ladi? Narx shunday bo'ladimi yoki qimmatroq bo'ladimi? Endi unga o'sha Xitoy motor, yangi motor qo'yib bersak, narxi ozgincha qo'shilib bo'ladi. Narxi 12,5 million so'm bo'ladi. Ha, Xitoy motor qo'yilsa 12,5 million so'm. Albatta. Endi bunimizni отмотка qilingani bo'lsa, qancha bo'ladi? Отмотка qilingani bo'lsa, o'sha 10,5 million so'm bo'ladi uning narxi. Ha, отмотка qilingani bo'lsa 10,5 million so'm bo'ladi. Dastavkasi qanday? Kelib olib ketadimi yoki yetkazib beriladimi? Xo'p, dastavkasi o'zlari kelib, shu yerda yaqin atrofdan bo'lsa kelib olib ketishi mumkin yoki shu O'zbekiston bo'ylab o'zimiz olib borib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana shu aytgan komplektlarimiz bilan boradi. Shu narx ichida. Shu narxning ichida emas, dastavkasiga qo'shilmaydi. Bo'ldi, tushunarli. Menimcha biz kuzatib boryapti turgan obunachilarimiz ham, kuzatuvchilarimiz ham hammasi shunday o'ylaymiz. Bunimizni endi bir qator ishlatib ko'rsatib beramiz. Ha, boshlaverdik emas? Bo'ldi. Boshlaymiz, xudo xolasa mana birinchi o'sha g'o'zapoyamiz boshlaverdik bir boshdan. Qolgan pirsamiz boshlaymiz. Mana bu yerda ilgaklari ham bor ekan. Qop ilaydigan. Ilgagi hamma yo'q bor ekan. Boshlaymiz. Karetalar bilan qo'yilsa, bemalol chiqarilgan voltlar joyga tushib turadi. G'o'zapoya. Ko'rdim demayapti-ku. Tamam, pres getir. Kaçıyorum. Bu adam kaçırdı. Qoyil. Bu adashmasam bir 100 ta, 300 ta mol qo'yborlarga yetkazib beraveradi. Bemalol 500 tagacha ham yetkazib bersa kerak. Bemalol, xudo xolasa yetkazib beradi. Mana chiqarilgan mahsulotlar. Yana hozirgi holatida setkada chiqarilyapti. To'g'rimi? Aha, eng katta setkasi chiqarilyapti mana. Mana pastda chiqqanlar. Yer yong'oq, moshlar chiqqan. Mana napor kuchligiga pastlarga ham otib yubordim karetadan oshirib. Xo'p. Setkasi bor holatida ekan, ha? Setkasi holatda bo'lsa, hozir men o'zim vaqtdan qarab turdim. 1 minutda 3 ta pres chiqaryapti. Aha, shunaqa chiqaradi bemalol. Bu degani 1 minutda 3 ta bo'lsa, 1 soatda bo'lsa 180 ta pres chiqaradi degan. Mana shu holatda sobit tursa. 1 soatda shu 180 ta. Endi bu katta setkasida, hop, buni setkasini olib tashlasa, yanada undan ham ko'p chiqaradi. Endi hozirgi realniy holatidagi setkal holatda chiqaryapmiz, chunki setkasi holatda chiqarib turib, buni ko'p chiqarib noto'g'ri ma'lumot berish kerak yo'q. Shuning uchun realniy bor holatdagi setka nima uchun chiqarilgan? Apparatda
hashakni maydalash uchun. Xuddi o'shanda setkali holatda chiqarib ko'rsatyapmiz. Mana bemalol molga ham, qo'yga ham beradigan darajada mayin bo'lyapti. Qo'yga ozgina yiroqlik qilish mumkin, lekin rosa molga bemalol yeydigan holatda bo'lyapti. Endi mana bu setkasini qo'yilsa, semichkan po'choq o'xshatib chiqaradi. G'o'zapayani ham, nimani bo'lsa ham. Albatta. Xo'p, endi bu apparatimizda paholni ham bitta chiqarib ko'rsatib beraylik. Obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga juda qiziqdi. Bo'ldi, mana pahol chiqaradimi deganlar, mana paholdan ham oltin hisob Ko'p bas, ozroq chiqarsak o'zi yetadi, ishonadi ko'rganlar. Chiqarishiniga bir guvoh bo'lsak bo'ldi. Paholni ham ipakka o'xshatib tashadi-yu. Albatta, mana paholni ham tanib bo'lmaydigan somonga o'xshatib mayda-mayda qilib tashadi. Zo'r. Endi paholni chiqaryapti, g'o'zapayani chiqaryapti, o'tlarni hamma turini chiqaryapti. Bundan ortiq narsani hammasini chiqazadi. Albatta. Bu degani, misol uchun beda bormi, yantoq bormi, nimaiki bo'lsa, tariq bormi, hammasi maydalaydi. Xo'p, endi mana hashaklarni chiqardik. Endi don setkasini qo'yib, donni qancha vaqtda chiqaradi, don bachogini qo'yib bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Faqat bo'ldi. Mana bu narsani tozalab bitta almashtirib olamiz. Bo'ldi, hop boshladim. Mana endi don chiqaradigan bachogini va to'rlik don setkasini qo'yib oldik. Mana don bachogi ham mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yoqda to'sig'i bor, mana to'sib beradiganlar. Va buni ustiga mesela 200 kilo, 150 kilo don tushsa, qiyshib ketmasinga mana bunaqa tiramalari ham bor. Bu ham kurchogimdan almashadi. Endi bunga mana bu yerda tarozda turibdi. Tarozga tortib, sekunda bilan qo'yib ko'ramiz. 15 kilo 600 makka sota. Dona bilan birgalikda 26 kilo 200. 26 kilo dedik. Qarang, 26 kilo mahsulotimizni endi birdaniga chiqarib ko'rsatamiz. Ikkalasini aralash bo'lsa qancha vaqtda chiqarar ekan. Mana bitta ko'ramiz. Mana olib kelib qo'ydim. To'klarimiz hammasi tayyor. Sekundomerimiz ham tayyor. Boshlayverdik emas? Qani boshladik ekan. Qirq sekund ichida mana mahsulotimiz tomadi. Bu nima deyapti? 40 sekund. 40 sekundda mana yorma holatda makka, mardak, don chiqib ketdi hammasi mana. Makka sotali va donli holatdagi ikkalasi. Ikkalasi aralash 26 kilo chiqqandi. Xo'p, endi 30 kilo 1 minutda bemalol chiqarar ekan. Albatta. Bu degani misol uchun 30 kilo 1 minutda chiqarsa 10 minutda 300 kilo. 10 minutda 300 kilo. 1 soatiga 1 tonna 8 bo'lyapti mana shu holatda. 1 tonna 800. 1 tonna 800 bas biz 1,5 tonnaga garantiya beramiz. Albatta. 1,5 tonna atrofida mahsulot chiqaradi. Mana o'z chiqarishni ham ko'rdik aka, xudo xohlasa shar-shar qilib dahshat chiqarib berdi. Xuddi shunday mana o'zlaring ko'rib, hisoblab ko'rishlari mumkin. Mana shunday yorma holatidagi mahsulotni 26 kiloni 40 sekundda chiqardi. Endi 30 kiloni 1 minutda hisoblaganimizda ham 30 kilo osh chiqaradi. 1 tonna 800 mahsulot chiqaryapti. 11 kilovat, 3000 oborot, 11,5 million so'mlik apparatimiz. Xuddi shunaqa. 1 minutda 3 ta press chiqaryapti. Bundan ortiq yana qanday apparat kerak? Endi bunimizga hozir setkasi to'rlik holatda turibdi.
Mana endi 2 lik setkasini almashtirib olamizda. 1,5lik. 1,5lik, ya? 2 1,5 likdan ham mayli. 2 likdan ham mayin. O'sha eng un holatida mol qo'ylar bemalol hazm qiladi bunda. Bo'ldi. Un holatdagi setkasini qo'yib olib, yana mahsulot chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani, u setkasida soatiga necha kilo chiqarar ekan? Mana donni kilosi 20 kilogramm, 20 kilogramm. Mana holatdagisi. Olib borib uni solamiz. Yigirma kilogramm makkani o'sha doni 1,5 setkasini qo'yib oldik hozir bunga. Bo'ldi, 1,5 setkasini qo'yamiz va sekundomerda sinab ko'ramiz. Qani, boshlayverdik. Boshlaylik. Mana bundayda mana hozir ko'rsatmayapti. Nagruskasi 19 past kerak. 19 motorga keladi. Mana endi to'xtatyapman. 58 sekund. 1 minut deylik. 1 minut. 20 kilolik. Chiqargan natijasi. Mana. Voh. Qor bora o'ynasam bo'ladi bunda. Mana. Mana. Un holatdagisi. Mana. O'sha. Mana. Hop. Mana bo'ldi, nima ketmadi. Mana bemalol sevib bersa bo'laveradi molga. Bu endi mana farqi. Bu mayin holatdagisi, mana bu tagidagisi, mana yorma holatdagisi. 4 lik setka va 1,5 lik setka. Mana farqi o'zi un holatda bo'lib turibdi mana. Hidlari ham unda hidiga o'sha ham. Juda shirin hidi ham. Issiqqina. Hidini. Mana bu farqi. Xudo xolasa mana 1 minutda 20 kilogramm don chiqaryapti. 1 minutda 20 Bu degani 1 tonna 200. 1 tonna 200 bo'ladi soatiga. 1 soatiga eng mayin holatida 1 tonna 200. Endi bu narsa o'zgarishi mumkin. To'kni quvvatiga qarab. To'k quvvatli bo'lsa, bizda to'kimizning quvvati zo'r. Agar mabodo quvvati past bo'lsa, mana shu narsa 500 kilo, 700 kilo, 800 kilo 1 tonna atrofiga tushishi mumkin. Mayda. Setkasi qancha mayinlashgan sari chiqarish ob'yemi qisqarib boradi. Keyin to'kka ham qancha kuch pasaygan sari chiqarish tezligi ham qisqarib boradi. Chunki to'kka bog'liq, misol mashinada ham benzin bilan metanda farqi bor. Xuddi shunday, buni ham farqi bor. 11 kilovat, o'sha aytib o'tganimizdek, 3000 оборот, narxi 11,5 million so'mlik. O'zbekiston bo'yicha mutlaq dastavkasi ichida, komplektida 4 xil setkasi, hashak bachok, don bachok, intellektualniy shit zashitasi, 5 metr kabeli, zavodskoy rossiyskiy motor. Narxi 11,5 million so'm, soatiga 180 ta press chiqaryapti. Katta holat 180 ta press. Eng katta mana bu holatida 180 ta press chiqaryapti. Mana bu holatida 100 ta 120 ta atrofida chiqaradi. Xo'p, mana bu holatdagi don chiqarish holati 1,5 tonna, 1 tonna 800 atrofida to'kka qarab o'zgaradi. Mana bu holatdagi 1,5 lik setkasida 1 tonna, 1 tonna 200 holatida bu ham to'kka qarab plus minus azayishi mumkin. Narx-navosi ham materialda oshib tushishiga qarab o'zgarib qolishi mumkin. Misol uchun, Xitoy motor qo'yilsa, yangi motor 1 million, 1,5 million so'm atrofida qo'shiladi. O'ralgan atmotkasi bo'lsa 500 ming, 1 million atrofida narxi pastlaydi. Kimgadir shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, mana bu raqamlarga yoki Altemur YouTube kanalimizga kirib to'liq ma'lumot olish mumkin. Yoki telefon qilib operatorlar bilan bog'lanib zakaz berish ham mumkin yoki to'liq ma'lumot olish ham mumkin. Undan tashqari
380 bas 220 apparatlar kerakdiganlarga yoki yem-beshalka, chorva sohasiga, qurilish sohasiga har qanaqa apparatlardan biz Altemur YouTube kanaliga kirib yoki operatorlarga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga shu joygacha ko'rgani uchun rahmat.